rahbar topshiriq. Assalomu alaykum. Rahbarxona ta'minla. Aziza, yangi stajyor qalay? Yaxshi o'rganyapsiz, kecha. Bizdan bo'limga ham ish o'rganishga olib kirasizmi? Sizni bo'limingizga? Albatta. Hamma bo'limga kirish kerak emasmi? Voy, boshqa departamentlarga jo'natish esdan chiqibdi-ku. Ishi, tez narsalarni yig'ishtir, boshqa departamentga ketasan. Nima? Men xato ish qildimmi? Yo'q, topshiriq shunaqa bo'lgan. Har bitta departament ishi bilan bittalab tanishib turishing kerak. Aniq qaytib kelaman, a? Qolib ketmayman u yerda. Shunaqami? Hop, qaytasan, qo'rqma. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop a phone. Iye, men stajyor deganda bitta qanaqadir kichkina odam bo'ladi deb o'ylayman. Mayli, yuring. Miami. Wake up with no jammies. Tinchlikmi? Bemahal keldim shekilli. Xavotirmen, bu oddiy hol. Qizlar shunchaki suhbatlashyapti. Myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. Hey, o'zingga-ki. Qara, sug'urta deganda odamlar ko'pincha mashina yoki oddiy uy-joyni tushunishadi. Aslida odam ko'zga ko'rinmaydigan joylari ham bor. Nima ekan u odamlarga ko'rinmaydigan? Bizning departament qayta sug'urtalash bilan shug'ullanadi. Biz o'z zimmamizga olgan risklarni bir qismini o'zimizning partnyorlarimizda qayta sug'urtalaymiz va teskarisi ular o'z risklarini bizda sug'urtalaydi. Sal tushunmay qoldim. U endi nima degani? Oddiy qilib aytganda, bitta sug'urta kompaniya o'zini yana boshqa bir sug'urta kompaniyada sug'urtalaydi. Endi tushunganga o'xshadim. Maylimi davomini ular tushuntirsalar? Srazu hamma savolingizga javob topa olmaysiz menimcha. Sizda stajirovka faqat bir kunlikmidi? Yo'q, menimcha meni butunlayga jo'natishga. Nima? Alo, eshitaman boss. Qaytyapsanmi? Nima desam ekan? Men o'ylab ko'rdim. Men bu yerda qolib ishlashga roziman. Mayli. Nima? Ko'p gapirmasdan kelib qolgan ishingni qilgan. Hamma erkaklar bir ko'r. Qizlarni ko'rsa, o'zidan ketib qoladi.